O'rtoqlar, bu videoni ekskavatorni egalari ko'rmasin. Nimaga deysizmi? Ko'pchilik odam bilsa kerak, ko'pchilik odam yoshligida hamma orzu qilgani qanday qilib yuklash, qanday qilib ishlash, igrushkalarni sotib olganmiz. Mana bu hozirgi kunda mana o'sha reallikka aylanyapti va biz orzuyimizni amalga oshiryapmiz. Bizga yana oylik ham to'lashyapti o'rtoqlar. Nima deysiz, zo'rmi? Qarang, bugun bir 2-3 soat ish bo'lmadi. Ko'p bunaqa hollar ko'p bo'lib turadi. Qaysi obyektga tushishingizga bog'liq o'rtoqlar. Bu ish bo'lmasa ham o'rtoqlar soatimiz ketyapti, oylik ketyapti. Har bir soatiga O'zbekistonning so'miga hisoblaydigan bo'lsak, o'rtoqlar 100 ming so'm soatiga pul beradi. Endi bu kami bir hisoblaganda Rossiyada o'rtoqlar, agar bir kunda 10 soat ishlaydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar 1 million so'm, mana 30 kunda o'rtoqlar 30 million so'm pul bo'ladi o'rtoqlar. Hech qanaqa yolg'on ma'lumot emas o'rtoqlar. Tak что harakat qilinglar, o'rganinglar, ishni boshlanglar. Ish bo'lsin, bo'lmasin sizlarga oylik to'lab berishaveradi. Rossiyada bilasizlar, ish topolmagan kunlari 8 soat qo'yib beradi ayrim joylarda. Buni dogovorlashganingizga bog'liq. O'shaning uchun iloji boricha harakat qilinglar o'rtoqlar. Gazini bosamiz. Ushbu videoni ekskavatorchi bo'lmoqchi bo'lgan yoki masalan boshqa soha vakillariga o'rtoqlar yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroq bo'lib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar.